Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada jamoat joylarida namoz o'qigan migrantlar deportatsiya qilindi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Kemerovada bir necha migrantlar supermarketning bir chetida namoz o'qigani rossiyaliklarning noroziligiga sabab bo'lgani, politsiya ularni tekshirish uchun olib ketishga sabab bo'ldi. Guvohlar bu voqea haqida huquqni muhofaza qilish organlari va ijtimoiy tarmoqlarda xabar berishdi. Do'kon xodimlari bunga aralashmagan va shunchaki ogohlantirish bergan. Xabarlardan so'ng voqeaga aloqador barcha shaxslarni aniqlash uchun tergov boshlandi. Sud ularni migratsiya qonunchiligini buzganlikda aybladi va har biriga 30 ming rubl miqdorida jarima soldi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, choralar amaldagi qoidalarga muvofiq ko'rilgan. Politsiya jarimalar to'langandan so'ng mazkur migrantlar Rossiyadan deportatsiya qilinishini aytdi. Rossiyada 60 ming migrantning patenti bekor qilindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2025-yilda migrantlarning deyarli 60 ming ish patentini bekor qildi. Bu haqda Xavfsizlik kengashi o'rinbosari Aleksandr Gribyonkin Rossiyskiy gazetaga bergan intervyusida so'z ochdi. Unga ko'ra, migrantlar patent olgan kundan boshlab 2 oy ichida ishga joylashishlari haqida hududiy tashqi ishlar vazirligi bo'linmalariga xabar berishlari shart. Aks holda patent amaldan chiqadi va Rossiya hududida yashash uchun asos bo'lmaydi. Shu sababli 2025-yilda 60 ming migrantning patentlari bekor qilingan. Migrantlarning Rossiya hududidan tezkor chiqarish bo'yicha vazirlikka qaror qabul qilish, zarur ma'lumotlarni yig'ish va zamonaviy elektron nazorat vositalaridan foydalanish huquqi berilgan, degan Gribyonkin. Eslatib o'tamiz, Rossiya 2025-yil boshidan buyon 160 mingdan ortiq chet el fuqarosining mamlakatga kirishini taqiqlagan edi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan minglab migrantlar hozirda Rossiya tomonida turib, Ukrainaga qarshi urushda jang qilmoqda. Ba'zilari bosim va deportatsiya tahdidi ostida frontda xizmat qilishga majbur bo'lsa, boshqalari esa pul topish yoki hujjatlarni yaxshilashni o'ylab shartnoma imzolagan. 2024-yil iyun oyida Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Basrekning Rossiya fuqaroligini olgan 10 minglab odamlar harbiy xizmatga majburan ro'yxatga olinayotgani va ulardan taxminan 10 ming nafari frontga yuborilganini aytdi. U buni migratsiyaga qarshi kurash chorasi deb tushuntirgan. Bu odamlardan biri 45 yoshli Shavkat Mashrapov. O'zbekistonda tug'ilgan u Rossiya televideniyasi dasturlari va vatanparvarlik ruhidagi targ'ibotlarga ishonib o'zi harbiy ro'yxatga olish va chaqiruv bo'limiga borgan. Shartnoma imzolagandan so'ng u Rossiya fuqaroligini olgan, ammo endi qarordan afsusda ekanligini va Rossiya prezidenti harbiy prokuratura va mudofaa vazirligiga murojaat qilish orqali harbiy xizmatdan bo'shay olmayotganini aytadi. U oilasini 2 yildan beri ko'rmaganini va armiyadan ketish imkoniyatini so'raganini ta'kidlaydi. Bu inson kabi shartnoma imzolayotganlar bir narsani yodda tuting. Siz bu yerdan hech qachon chiqa olmaysiz, hatto qaytib kelsangiz ham. Chunki qaytib boradigan joy yo'q. Rossiyada na uy, na hovli va na kutadigan, sevadigan qarindoshlar bor. Jasading qaytishi mumkin va ehtimol ular uni ommaviy qabrga ko'mib qo'yishar, lekin ruh emas, u abadiy o'liklar ustida dalalarda kezib yurishga mahkumdir, deb yozadi Shavkat. 160 mingga yaqin o'zbekistonlik Rossiyaning nazoratidagi shaxslar reyestrdan chiqarildi. Bu haqda O'zbekiston TIV konsullik huquqiy departamenti attashesi Timurbek Hamidov ma'lum qildi. Reyestrdan chiqarilganlarning 70 mingdan ortig'i huquqiy maqomini rasmiylashtirgan, qolganlari Rossiyadan chiqib ketgan. 2025-yil 9 oyda Rossiya Federatsiyasidagi diplomatik vakolatxonalarda 50.172 ta murojaat ko'rib chiqilgan.